O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Taro. O'rtoqlar, bugun video bir şey yapmoqchiman. Karta rasqlab bo'lmaydi bugun. O'rtoqlar, avvalambor har bitta videolarimda aktiv bo'lib, kommentariy yozib, chiroyli bir tilaklarimga bildirayotganinglarga hammaga tashakkur, kattakon rahmat. Shu darajada bir klientlarimdan tashqari ham insonlarning qalbiga, ayol qizlarimizni qalbiga yo'l topaman shu darajada deb hech o'ylamagan edim. Hammalarga joningiz sog' bo'lsin, hammaga kattakon tashakkur etaman. Endi bir masalada murojaat qilmoqchiman. O'rtoqlar, men nomerimni qoldirganman va men murojaat qilinglar. Lичный расклад bo'yicha deb har bir videomda aytib o'taman. Menga o'rtoqlar aytib, "Men bu videoyingizni bunaqa debsiz, tushuntirib bering telefon qilib." Yo'gida qaynonam bunaqa dedi, yo'gida erimga ovqatim yoqmadi. Va shunga o'xshash bir mantiqsiz, bemaqsad va bo'sh-bo'sh gaplar yozayotgan qizlar bor, ayollar bor. Mana men ritualingiz nima necha pul bo'ladi? Shuncha odamga qildirsam necha pul? Bunisichi bu qanaqa bo'ladi? Shunaqa bir maqsadsiz va bo'sh-bo'sh yozayotgan ayol qizlarga men aytib, men gapirib charchadim. Direkt men endi bundan keyin blok qilaman. Men yozib ham chiqqan edim, ko'pchilik diqqat bilan, e'tibor bilan gaplarimni yoki eshitmaydi, yoki o'qisi kelmaydi. O'rtoqlar, meni vaqtimni bo'sh-bo'shga olmanglar. Men sizlarning o'rtog'ingiz emasman. Siz bilan teng yoshda emasman. Mana bir yildan oshiq ko'rgan klientlarim meni ko'rishgan, meni tanishadi, meni bilishadi. Ba'zilar balki ko'rinishimga qarab, hozirgi suratim 8 suratim. O'sha profilimdagi rasmim 8 suratim. Balki ko'rinishim, ovozim yosh bo'lishi mumkin. Hamma aytadi, yoshingizga qaraganda ko'rinishingiz yosh deb. Lekin bu degani sizlar bilan teng emasman, sizlardan kichik emasman. Yoshim katta bo'lsa borki, lekin kichkina emas. O'rtog'inglar emasman. Ya'ni sizlar masterga menga murojaat qilyapsizlar. Aniq maqsad bilan yozinglar, bo'lmasa meni bezovta qilmanglar. Ba'zilar aytadi, aytib urushib berdi, aytib muomalasi yo'q ekan, blok qilib qo'ydi deb ba'zilar yozishadi. O'rtoqlar, men besabab hech kimni blok qilmayman. Men besabab hech kimni, yana bir marta aytaman, blok qilmayman. Yo'gida bitta narsani bachkanalik qilib, men vaqtimni olasizlar, blok qilaman, yo'gida qayta menga telefon qilasizlar. Meni ishchilarim yo'q, men oddiy odamman. Men o'zim har bitta insonga javob beradigan ayolman. Men bitta, sizlar 100 ta. Shuni inobatga olgan holatda, sal mas'uliyatni, hurmatini bilgan holatda menga murojaat qilinglar. Nima ovqat yedingiz, nima ovqat qildingiz, nima ovqat qiling bugun, bir bachkanali, bir mantiqsiz gaplar yozayotgan qizlar, ayollar, bundan keyin direkt men blok qilaman. Ya сразу блокировать буду. Sal o'zinglarni yig'ishtirib olinglar, xayolinglarni joyiga qo'yib, hurmatini bilgan holatda murojaat qilinglar. Halam-malam inson emasman, halam-malam master emasman. Men natijali, maqtanishga arzigulik bir insonman va natijalarim shunaqa bo'ladi. Shu uchun sizlar master bilan gaplashyapsizlar, o'rtog'inglar bilan emas. Ba'zi qizlar yozadi, bir mantiqsiz gaplar yozishadi, xuddi o'rtog'idek. Farzandli, oilali insonman. Dunyodagi eng baxtli insonman desam bo'ladi. Farzandlarim, kelinlarim, meni farishtachalarim bor. Farishtachalarim bu meni nevaralarim. Farishtachalarim bor. Dunyodagi eng yaxshi, eng zo'r insonning rafiqasi ayoliman. Также meni erim eng yaxshi insonlardan biri. Ya'ni men oilali insonman. Meni vaqtimni bo'sh-bo'shga olmanglar. Sizlardan tashqari yana menga muhtoj. Meni insonlarim, qizlarim, ayollarim ko'p. Men ular bilan ishlashim kerak. Bo'sh-bo'shga meni vaqtimni yana bir bor aytaman, olmanglar. Bemaqsad yozmanglar. O'zinglarning hurmatini bilgan holatda akkuratni, chiroyli murojaat qilinglar, aytaman. Bundan keyin men gap ko'paytirmayman. Sraz hammani blok qilaman. Men reklamaga birinchidan muhtoj emasman, ikkinchidan klientlik bazaga ham joynaqa soni yo'q, sifati ko'p ishlamayman. Sifatli, kачественный ishlayman. Также shunaqa insonlar bilan ishlayman. O'zimni hurmatimni bilaman. Также o'zimga ishongan holatda meni ham to'g'ri tushunasizlar. Urush, janjal, asabiylik menga umuman to'g'ri kelmaydigan yo'nalishda. Tushunyapsizlar? Meni ham to'g'ri tushunasizlar, o'rtoqlar. Meni qo'limda ishchilarim yo'q, men bitta ayolman, sizlar ko'psizlar. Narsa aytmoqchi bo'ldim. Va ham bitta narsa aytib o'taman. O'rtoqlar, qaysi tarolog, qaysi bir o'sha internet sahifasidagi inson men kabi kuniga живой отзывlar qo'yadi va men kabi mard, halol natijani chiroyli chiqarib beradigan tarolog yoki master. Menga mana shu deb qo'linglar bilan ko'rsata oladigan darajada bormi inson? Men o'ylaymanki, yo'q. Men o'ylaymanki 100% dan 98-99% hammasi moshennik firibgarlar. Men buni bemalol ayta olaman, og'zimni to'ldirib ayta olaman. Chunki men har doim aytaman, har doim hattoki shogirdlarimga ham aytaman. Halol ishla, mard bo'l, senga o'sha klienting yana ikkinchi marta kelsinki, sen halol ishla, natijani rostdan chiqarib ber. Ras moshennik qilmoqchimisan, noto'g'ri miya bilan ish boshlayapsan, bundan ko'ra qilma. Chunki seni qo'lingda bitta insonning hayoti, yo yo'li, yo biyoli bo'lishini ta'minlaysan. Shunga men har doim o'zim ham aytaman, shogirdlarimga ham aytaman. Halol, mard bo'lib ishlasang, har doim ishing zo'r bo'ladi. Men bu natijaga qanaqa kelganman? Mana shu ikkita narsam orqali. Halolligim va mardligim uchun men shu darajada kuniga men живой отзывlar 5 tadan ko'pini olaman. Har bittasini qo'yib chiqishga uncha vaqtim bo'lmaydi, tag'anam. Yarmini qo'ymayman. Men moralniy uspes qilolmayman, chunki mening oilam bor. Agar oilam bo'lmaganda balki men 24 soat o'tirardim. Lekin yo'q, mening ham shaxsiy hayotim, oilam bor. Baxtli, chiroyli oilam bor. Hamma narsaga uspes qilishim kerak. Hammaga vaqt ajratishga uspes qilishim kerak. Meni ham to'g'ri tushungan holatda har bitta ayol qizlarga bir marta aytib o'taman, bemaqsad meni bezovta qilmanglar. Meni ham, birovlarni ham vaqtini o'g'irlamanglar. Shuni aytmoqchi bo'ldim, sog' bo'lamiz, o'zinglarni